Bizda yoz fasli boshlanganda Yer sayyorasi Quyoshdan 5 million kilometrga uzoqroqda bo'ladi. Bizda qish fasli boshlanganda esa Quyoshga 5 million kilometrga yaqinroq kelamiz. Lekin Quyoshga yaqinroq kelsak ham qishda baribir sovuq bo'ladi. Yozda Quyoshdan uzoqroq bo'lsak ham baribir issiq bo'ladi. Fasllar almashishi haqida aytmoqchiman. Yer sayyorasidagi fasllar almashishining yagona sababi Yerni mana aylanish o'qini Yerni Quyosh atrofidagi aylanish tekisligiga nisbatan 23,5 gradusga burilganligida. Asosiy va yagona sababi shu. Qish paytidagi O'zbekiston uchun jarayonni ko'rib chiqamiz. Mana O'zbekistonda tikka turgan odam uchun Quyosh nurlari shu burchak ostida kelib tushyapti. Shu chiziqcha shu odam uchun gorizont. Gorizontga nisbatan shu burchak ostida kelyapti Quyoshning nurlari. Quyosh qish paytida 21 dekabrda 26 gradusgacha pasayib ketadi. 21 dekabr kuni tushlik paytida kunduzi Quyosh eng baland chiqqan nuqtasi 26 gradus bo'ladi xolos. Juda ham past ko'rinyapti gorizontga nisbatan. Yerda mana bu burchak ostida isityapti. Quyosh nurlari yerga shu burchak ostida tushyapti. Endi xuddi shu jarayonni yoz payti uchun ko'ramiz. Endi yer shari Quyoshda aylanib o'tib narigi tomoniga o'tdi. Quyosh bu tomonda bo'lib qoldi. E'tibor beringlar, yerda bu aylanish o'qini burchagiga joylashuvi o'zgargani yo'q, xuddi shunday qoladi. Endi Quyosh bu tomonga o'tganda O'zbekistonda turgan odam uchun mana Quyoshning nurlari shu burchak ostida tushyapti mana. Shu burchak ostida tushyapti. Endi bu odam uchun Quyosh juda ham balandda ko'rinyapti. 21-iyun kuni O'zbekistonda Quyoshning maksimal balandligi 73 gradusgacha ko'tariladi. 73 gradusdan mashinchalik burchak ostida yerda isityapti. Yozda Quyosh baland ko'tarilgan sabab bo'lib kunlarda davomiyligi uzun. Qishda bo'lsa kunlarda davomiyligi ham qisqa, Quyoshning tushish burchagi ham o'tkir. Shu sababli qishda sovuq bo'lyapti, Quyoshning narigi tomoniga o'tganimizda yozda issiq bo'lyapti. Yerdagi fasllarda almashishining asosiy sababi shu yerda aylanish o'qini 23,5 gradusga burilganligida. Bu aytib o'tganlarimiz hammasi shimoliy yarim shar uchun to'g'ri. Janubiy yarim sharda esa xuddi shu jarayonlarda teskarisi bo'ladi. Bizda hozir qish fasli Janubiy Afrikada, Argentinada, Avstraliyada, bularda hozir yoz fasli. Bularda qish fasli bo'lganda bizda yoz fasli boshlanadi. Xuddi bizdaqa bo'ladi, faqat to'liq teskari. Bu hamma yozuvlar misol tariqasida yozilgan xolos. Aytaylik, yoz faslida Quyosh balandda turganda 100 watt energiya ajrab kelib 1 kvadrat metr joyida isityapti. Mana shuncha joyga 100 watt energiya tushyapti 1 kvadrat metrga. Endi qishda mana energiya saqlanib qoladi. Quyoshda energiya xuddi shuncha tushadi, faqat yotiq bo'lgani uchun, o'tkir burchak ostida tushayotgani uchun xuddi shunday yoyilib 2 metr kvadrat joyga shu 100 watt energiya tushyapti. Yozdagi ham xuddi shuncha edi-yu, mana shu energiya 1 kvadrat joyga tushayotdi. Endi shuncha energiya o'sha qoldi, lekin bu 2 metr kvadratga tushyapti. Mana bu burchak ostida tushgani sababli. Aynan shu sababdan Quyosh panellarini ham shu burchak ostida o'rnatishadiki, iloji boricha Quyoshning nuriga perpendikulyar bo'lsin, maksimal energiya olish maqsadida.